İbrahim suresi Mekke'de nazil bolgan. Cemi 52 ayet. Nahayeti şefkatlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Elif, Lam, Ra. Bu Kur'an şundaq kitaptır ki, ey Muhammed, onu sana kişilerini Perverdigarının izni bilen qarangılıqdan, yani küfrüdün yoruqluqqa, yani imanğa çıqırışın üçün, g'alib hamma tillarda madilengen Allah'ның yoluğa başlışın üçün nazil qıldık. Osmonlardagi va zimindagi hamma narsa Allah'ның mülkidir. Qattiq azobdan kofirlarga voy. Ular bu dünyani ahirettin artıq görüdü. Kişilerini Allah'ның yoludan, yani İslam dinidan tosudu. Allah'ның yolunun əgri buluşunu tileydi. Ular haqdan jiroq bolgan gumrohliqdadir. Qandaqlı bir peygamberni əvətməyli, onu öz qavmiga Allah'ның şəriətini bayan qilish üçün faqat öz qavminin tili bilan so'zlaydigan qilib əvətdik. Allah xalqan adamni gumroh qiladi, xalqan adamni hidoyat qiladi. Ya'ni payg'ambarlarning vazifasi faqat tabliq qilish bo'lib, hidoyat qilish ishi Allohning ilkidir. Allah g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Biz Musani mo'jizlarimiz bilan haqiqatan payg'ambar qilib avatdik. Uningga dedikki, qavmingni qorong'uliqdan, ya'ni kufridan yo'riqliqqa, ya'ni iymonga chiqargin. Ularga Allohning ne'matlarini eslatgin. Buningda balog'i sabr qilg'uchi, ne'matga shukr qilg'uchi har bir banda uchun albatta nurg'un ibratlar bor. Musa öz vaqtida öz qavmiga Allah'ның sizlarga bergan ne'matini aslanglar. Allah öz vaqtida sizlarni Firavun qavmidan qutqizdi. Ular sizlarni qattiq qiynaydi. O'g'illaringlarni bo'g'izlaydi, xotin kishilaringlarni xizmat qildirishga qoldiratdi. Buningda Parvardigoringlar tarafidan sizlarga cho'ng sinoq bor edi, dedi. Öz vaqtida Parvardigoringlar ne'matimga shukr qilsanglar, uni texmi ziyoda qilaman. Agar kufrini ne'mat qilsanglar, mening azobim albatta bakmu qattiq bo'ladi, deb jakorladi. Musa öz qavmiga, agar sizlar va butun yer yuzidagi kishilar kofir bo'lib ketsanglarmi, Allohga qilcha ziyon yetkazolmaysizlar. Chunki Allah albatta hammadan behojatdir, madilashga loyiqdir, dedi. Sizlardan ilgari o'tgan Nuh, Ad va Samud qavmlarining va ulardan keyin kelgan sonini faqat Allah biladigan ummatlarning xabari sizlarga yetmadimi? Ularga payg'ambarlari mo'jizlar bilan keldi. Ular qo'llari bilan payg'ambarlarning eg'izlariga ishorat qilib, ya'ni ularning sukut qilishini ko'rsatib, biz sizlarning payg'ambarlikinglarni haqiqatan inkor qilamiz. Biz sizlar da'vat qilayotgan ishga haqiqatan zo'r gumondimiz, dedi. Payg'ambarlari osmonlarni va zaminni yaratquchi Allohning birligida shak bormi? Allah gunohinglarni mag'firat qilish uchun sizlarni iymonga chaqirdi. Sizlarni jazolashni ma'lum muddatgacha, ya'ni ajlinglar yetguncha ta'xir qiladi, dedi. Ular, sizlar faqat bizga o'xshash inson, ota-bovlarimiz ibodat qilib kelayotgan butlarga ibodat qilishimizdan to'smoqchi bo'lasizlar. Rostliqinglar uchun bizga aniq pokit ko'rsatinglar, dedi. Payg'ambarlari ularga, biz faqat sizlarga o'xshash insonmiz, lekin Allah bandalaridan xohlagan kishilarga payg'ambarlikni marhamat qiladi. Allah'ның iznisiz sizlarga hech qanday pokit ko'rsatolmaymiz. Mo'minlar hamma ishda yolg'iz bir Allohga tavakkul qilsin, ya'ni hamma ishlarini Allohga topshirsin. Allah bizni Allah'ni tunuydigan yo'llarimizga yetaklagan tursa, nemishqa Allohga tavakkul qilmayli. Bizga yetkazgan arziyatlaringlarga albatta sabr qilamiz. Tavakkul qilg'uvchilar faqat Allohga tavakkul qilsin, dedi. Kofirlar payg'ambarlariga, sizlarni ziminimizdan cho'qim haydab chiqaramiz yoki cho'qim bizning dinimizga qaytishinglar kerak, dedi. Ularga Parvardigori mundaq vahiy qildi. Zalimlarni cho'qim halok qilamiz. Ularni halok qilgandan keyin ziminda cho'qim sizlarni turg'izamiz.
Bu, ya'ni g'alaba mening oldimda turishdan, ya'ni so'roqqa tortilishdan va azobimdan qo'rqqanlar uchundir. Payg'ambarlar Allohdan madad tilidi. Har bir uchiga chiqqan tarsa, shafqatsiz, ya'ni Allohga itoat qilishga gadankashlik qilib, haqiqatdan bosh tortquchi halok bo'ldi. Uning oldida jahannam turdi. Jahannamda u jirang aralash suv bilan sug'urildi. Uning ochiqligidan uni yutumlab ichib pastlikda yutidi. O'lim uni qo'rishib oladi. Lekin u hargiz o'lmaydi. Shuningdan keyin texmi qattiq azobga duchor bo'ladi. Parvardigorni inkor qilganlarning qilgan yaxshi amallari bo'ronliq kunda shamol uchirib ketgan bir dova kulga o'xshaydi. Kafirlar bu dunyoda qilgan yaxshi amallari uchun azroqmi savobga erisholmaydi. Bu cho'nqur ezishdir, ya'ni cho'ng ziyondir. Osmonlarni va zaminni Allohning haq asosida yaratganligini, ya'ni bekor yaratmaganligini ko'rmadingmi? Agar Alloh xolisa, ey insonlar, sizlarni yo'q qilib etib, o'rninglarga sizlardan yaxshi yangi odamlarni yaratdi. Bu Allohga qiyin emas. Ular, ya'ni xaloyiqlarning hammasi qiyomat kuni qabrlaridan chiqib, Allohga muloqot bo'ladi. Acizlari, ya'ni agashkuchilari mutakabbirlariga, ya'ni agashturguchilariga, shubhisizki biz sizlarning agashkuchinglar edik. Sizlar bizga bo'layotgan Allohning azobidan azroq dafi qila olamsizlar, deydi. Ular, Allah bizni hidoyat qilgan bo'lsa edi, biz albatta sizlarni hidoyat qilatdik. Biz mayli noli faryod qilayli, mayli sabr qilayli, baribir o'xshash. Bizga hech qanday qochadigan joy yo'q, deydi. Ish bitganda, ya'ni hisob tugab, jannatlar bilan do'zaxlar ayrilib bo'lganda, shayton Allah haqiqatan sizlarga itoat qilg'uvchini mukofotlash, osiylik qilg'uvchini jazolashdan iborat rost va'dini qilgan edi. Va'dasiga vafo qildi. Men sizlarga o'lgandan keyin tirilish, savob, jazo deganlar yo'q deb yolg'on va'da qilgan edim. Va'damga xiloflik qildim. Sizlarga mening kufrga, gunohga zo'rlig'idek hukmronligim bo'lg'ini yo'q. Men sizlarni faqat gumrohlikqa da'vat qildim. Sizlar da'vatimni qabul qildinglar. Shuning uchun meni ayblamanglar. O'zinglarni ayblanglar. Men sizlarga yordam berib, sizlarni qutqiza olmayman. Sizlarmi menga yordam berib, meni qutqiza olmaysizlar. Men sizlarning burun meni Allohga ibodatda sherik qilganliklaringizni e'tirof qilmayman. Shubhisizki, zolimlar cho'qim qattiq azobga duchor bo'ladi, deydi. Iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlar Parvardigorning izni bilan ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlarga kiradi. U jannatlarda mangu qoladi. Farishtalar ularni hurmatlab, sizlarga omonlik bo'lsin deb salom berdi. Allohning mundaq bir tamsil ko'rsatganligini ko'rmadingmi? Kalima tayyiba, ya'ni yaxshi so'z, iymon kalimasi, yiltizi yerning ostida bo'lgan, shexi osmonga taqashgan. Parvardigorning izni bilan vaqti-vaqtida meva berib turadigan esil daraxtga o'xshaydi. Allah kishilarga vaz nasihat olsun deb ularga nurg'un tamsillarni keltirdi. Yaman söz, ya'ni kufri kalimasi zamindan qumurib tashlangan, hech qanday qarori yo'q nachar daraxtga o'xshaydi. Allah mo'minlarni mustahkam iymon bilan dunyoda va oxiratda mahkam turg'izdi. Allah zolimlarni gumroh qiladi. Allah xolig'ini qiladi. Allah'ның bergan ne'matiga kufrlik qilgan va o'z qavmini ozdirish bilan halokat mavqasiga tushirib qo'yganlarni ko'rmadingmi? Halokat mavqasi jahannamdirki, ular jahannamga kirdi. U nima degan yomon joy. Ular kishilarni Allohning yo'lidan, ya'ni islom dinidan ozdirish uchun Allohga nurg'un sheriklarni paydo qilib oldi. Ularga dunyoning ne'matlaridan bahramand bo'ldinglar. Shubhisizki sizlarning bordigan joyinglar do'zaxdir degin.
Mo'min bandilarimga aytqinki, ular namozni ado qilsin. Aldı satdımı, dostluqmu bo'lmaydigan kun, ya'ni qiyomat kuni kelishdan burun biz ularga bergan mol-mulkdan yoshurun va oshkori yusunda sadiqa qilsin. Allah osmonlarni va zaminni yaratdi. Bulutdan yomg'ir yog'dirib berdi. Yomg'ir suvi bilan sizlarga rizq qilib, nurg'un mevalarni o'stirib berdi. Allah sizlarga o'z amri bo'yicha dengizda qatnaydigan kemalarni bo'ysundirib berdi. Sizlarga daryolarni bo'ysundirib berdi. Sizlarga oy bilan kunni tartiblik davr qilib turdigan qilib bo'ysundirib berdi. Sizlarga kecha bilan kunduzni bo'ysundirib berdi. Allah sizlarga so'ragan narsanglarning hammasini berdi. Sizlar Allah'ның ne'matlarini sanab tügütelmeysizler. İnsan şek şübhisizki zulüm kılgıçıdır. Allah'ның ne'matlariga kufurluk kılgıçıdır. Öz vaqtida İbrahim aytdi: Parvardigorim, bu joyni, ya'ni Makkani tinish joy qilib bergin. Meni va mening avlodlarimni butlarga cho'qinishdan yiroq qilgin. Parvardigorim, ular, ya'ni butlar nurg'un kishilarni ozdirdi. Ya'ni nurg'un kishilarning ezishiga sababchi bo'ldi. Kimki manga agashgan ekan, u mening dinimdadir. Kimki manga osiylik qilgan ekan, sen albatta uningga mag'firat qilishga va marhamat qilishga qodirsan. Parvardigorimiz, avlodimning bir qismini, ya'ni balam İsmoil bilan ayolim Hajarni namoz o'qisin, ya'ni sana ibodat qilsin deb sening hurmatlik uyingning qishidagi ekinsiz bir vodiga, ya'ni Makkaga o'rinlashtirdim. Parvardigorimiz, bir qism kishilarning dillarini ularga moyil qilgin, ularni shukr qilsin deb turli mevalarni ularga rizq qilib bergin. Parvardigorimiz, sen bizning yoshurun va oshkora qilganlarimizni bilib turasan. Osmon zimindagi hech narsa Allohga maxfi emas. Jimi hamdu sana yaşang'inimda manga İsmoil bilan Issoqni bergan Allohga xosdir. Parvardigorim, haqiqatan duoni anglab turg'uchidir. Ya'ni duo qilg'uchining duosini ijobat qilg'uchidir. Parvardigorim, meni va bir qism avlodimni namozni ado qilg'uchi qilgin. Parvardigorimiz, duoyimni qabul qilgin. Parvardigorimiz, hisob oldigan kunda, ya'ni qiyomat kunida manga, ota-onamga va mo'minlarga mag'firat qilgin. Zolimlarning qilmishlaridan Allohni bexabar deb o'ylamagin. Allah ularni jazolashni shu kunining dahshatidan ko'zlar chakchiyib qoladigan kunigacha, ya'ni qiyomat kunigacha kechiktirdi. Bu kunda ular boshlarini ko'tarib olg'a qarab chopidi, ko'zlari ichilib qoladi. Tengir qilganlikdan dillari aql idrokdan xoli bo'lib qoladi. Ey Muhammad, kishilarni azob keladigan kun, ya'ni qiyomat kunidan ogohlantirgin. Bu kunda zolimlar, Parvardigorimiz, bizga qisqagina vaqt muhlat bergin, ya'ni dunyoga qaytirgin, da'vatingni qabul qilayli, payg'ambarlarga agishayli deydi. Ularga sizlar ilgari biz hargiz yo'qolmaymiz deb qasam ichmaganmidinglar deyiladi. O'zlariga zulm qilganlarni halok qilganimizdan keyin sizlar ularning joylarida turdinglar. Ularning joylaridan ibrat olsanglarchi. Ularni qandoq jazolaganligimiz sizlarga aniq ma'lum bo'ldi. Sizlarga nurg'un misollarni keltirdik. Ya'ni payg'ambarlarga chin putmaganlarning ahvolini bayon qildik. Ular haqiqatan payg'ambarlarga va mo'minlarga mikr ishlatdi. Ularning mikri tog'ni o'rvatgidek cho'ng bo'lsa-mu, Allah ularning mikrini barbod qiladi. Allah'ni payg'ambarlarga qilgan va'dasiga xiloflik qiladi deb o'ylamagin. Allah haqiqatan g'olibdir, do'stlari uchun dushmanlardan intiqom olg'uchidir. U kunda zaminmi boshqa bir zaminga, osmonlarmi boshqa bir osmonlarga aylandi. Ular, ya'ni butun xaloyiq qabrlaridan chiqib, yagona qudratlik Allohning dargohida, ya'ni mashargohda hozir bo'ladi.
Ey Muhammed, o kunda gunohkorlar, ya'ni kuffarlarni zanjirlar bilan bir-biriga chetilib bog'langan holda ko'rsan. Ularning ko'ngligi qarmaydin bo'ladi. O't ularning yuzlarini o'rib oladi. Allah her kişinin qilmishiga qarab shundoq jazo beradi. Allah albatta tez hisob olg'uchidir. Kishilarning ogohlantirilishi, Allohning bir ekanligini bilishlari, aql egalarining vaz nasihat elishlari uchun bu Qur'on tabliğdir. Ya'ni kishilarga tabliğ qilish uchun nozil qilindi.